Assalamu hörmetli qarindoshlar. Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Xitoyning Avstraliyada turishliq bosh elchisi, Avstraliyaning davlat mudofaa ministri, tashqi ishlar ministri va ularning amerikalik kasbdoshlarining Xitoyni ayblashlarini rad qildi. İki davlat, ya'ni Amerika va Avstraliya ministrlar maslahat bayonotida Xitoyning Janubiy dengizdagi qonunsiz tashabbusdan ansiraydiganligi va kritik hamrohi Tayvan bilan munosabatni kuchaytirish niyatini ifodaladi. Avstraliya va Amerikaning bu bahsi Xitoyning rayonlik qurol yarog' musobaqasini kuchaytirganligini aytgan Angliyani o'z ichiga olgan bexatarlik hamkorlikning bir qismi sifatida suvosti paraxodda kelishimni e'lon qilib, bir kundan keyin o'tirg'a qo'yilgan. Avstraliya va Amerika yana Xitoyning o'tgan yili Hong Kongda davlat bexatarlik qonunini yo'lga qo'yganligini, saylam sistemasini ojizlashtirganligini, axborot erkinligini bostirganligini va bir davlatda ikki xil tuzum formulasiga buzg'unchilik qilganligini tanqid qildi. Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qarata elib berayotgan zulmdan ig'ir andisha qilganligini bildirdi. Xitoy elchixonasi bu ayblashni rad qildi. Tayvan hukumati Washington va Canberraning qo'llag'anligini qarshi oldi. Tashqi ishlar bayonotchisi John Nao, hukumatimiz Amerika, Avstraliyaga o'xshash davlatlar bilan yaqindan hamkorlashib, Tayvanning xalqaro doirasini kengaytirib, demokratik tuzum va o'rtaq qimmat qarshini qo'g'daydi dedi. Washingtondagi uchrashuvdan keyin Amerika va Avstraliya Amerikaning har xil harbiy aeroplanlarining Avstraliyaga o'rinlashtirilishini o'z ichiga olgan harbiy hamkorlikning kengaytirilganligini e'lon qildi. Xitoy har vaqt qilmishlarini pardozlab, boshqalarga dars berishga tirishmoqda. Xitoy payshanba kuni Amerikaning Janubdagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosining oldidagi necha 10 Uyg'urlarning jazo lagerlariga qamalgan yaqinlarining rasmining ko'rgazma qilinishini qo'llaganlik uchun aybladi. Xitoyning Janubdagi diplomatik o'mki muxbirlarga avatgan bir bayonotida Washingtonni Xitoy haqida dezinfeksiya tarqatishdan foydalanishga urindi. Boshqalarni haqoratlashda asosiy axloqsizlikdan halqib ketdi. Amerika boshqa davlatlarga kishilarning kishilik huquqiga daxl taruz qilish va past siyosiy o'yinlarni o'ynashdan ko'ra hurmatga sazovor kuch sifatida harakat qilib, Amerika xalqining baxt saodati va kishilik huquqini yaxshilashga mablag' solishi tavsiya qilindi deyildi. Londonda o'tkazilgan G7 bayonotchilar yig'inidan ilgari bir uchrashuvda Demokratik Majlis bayonotchisi Nancy Pelosi Xitoyning klimat o'zgarishi, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik, Hong Kongdagi demokratiyaning bostirilishi qatorliq qilmishlarni xalqaro hamkorlik orqali to'xtatishga chaqirdi. Nancy Pelosi Xitoyning Janubiy dengizdagi tajovuzchiligi, Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligi, Tibetdagi kultur, din va tilni dafsanda qilish qilmishlari, Hong Kong va boshqa joylardagi kishilik huquq dafsanchiligi qatorliq izish va majburlash qilmishlarini tilga olib, mayli Xitoy virusi masalasi bo'lsin, mayli terrorlikqa qarshi turishda bo'lsin, va yoki klimat o'zgarishida bo'lsin, Amerikaning Xitoy bilan hamkorlashishi kerakligini aytdi. Nobel adabiyot mukofotiga erishgan dunyoviy adiblardan mashhur yozuvchi Najib Mahfuz, olim ulamolarda chiriklik ko'rilishi g'aflat besishdan, yo'qsillarning va yo'lboshchilarning chiriklashishi munofiqlikdan kelib chiqadi deb yozadi. Agar siyosiy sezgirlik va qatliamga qarshi o'rtaq ovoz birligi, ishg'oliyatga qarata siyosiy mavqe birligi shakllanmasa, ulamo va ziyolilar turkumlaridan bu xususga qarata haqqoniy tutum, pozitsiya va maydon ifodalanmasa, aksicha dasturxon ittifoqchiligini, shakli birlashish kelishimlarini sürdürüş bedeliga millatning mavjudlik krizislariga ziyonli rol o'ynaydigan taraflardimi ko'z yumib olib, sukutni tanlab yashayverishdek jonsozlikni davomlashtiraversa, buning qaboyati va mas'uliyati ham vijdon tarafidan, ham tarix tarafidan, hamda millat tarafidan cho'qim so'raqlanmay, tarixga yozilmay qolmaydi. Shundaqla har bir fursat va ne'matni qandoq ching tutganlik yoki mas'uliyatsizlarcha sukut qilib o'tkazayotganlik yoki fursatni ching tutmay bo'shanglarcha muomala qilganlik qatorliq xususlardan hisob so'rg'ichi Alloh oldida muqarrar holda javobgarligi, surishtisi bo'lmay qolmaydi. Her bir ne'matdan jazman savol so'roq qilinsizlar. Takasur surasi 8-oyat. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.